Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh. Aka, asr namozi o'qiyapsizmi hozir? Ha, shunday aka. Unda birga o'qib olamiz ekanda. Ha, bo'ldi aka. Unaqada o'zi o'tib bera qoling. Yo, o'zi o'tib beravering. Aka, yoshingiz kattaroq o'xshayapti. Shunga o'zi o'tib bera qoling. Aka, meni Qur'onda xatolarim bor edi, shunga o'zi o'tib bersangiz yaxshiroq bo'lardi. Namozni yangi boshlaganmisiz? Yo aka, Allohga shukr, yoshligimizdan ibodatdamiz. Mayli bo'lmasa. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, hozir bir gap aytaman. Ko'nglingizga olmaysiz. Hozir-ku mayli, birga namoz o'qidik. Men imomlikka o'tib berdim. Lekin siz o'zingiz yolg'iz o'qiydigan namozlarchi? Namoz islomdagi eng buyuk ibodat. Qiyomat kuni eng birinchi hisob qilinadigan amal. Biz namozlarimizga qanchalik e'tibor beryapmiz? U qabul bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Hech o'ylab ko'rganmizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Fotihani o'qimagan kishining namozi yo'qdir. Ya'ni qabul emas deganlar. Bu degani Fotiha surasining noto'g'ri o'qilishligi uni o'qilmagani kabidir. Siz namozingizga qanchalik e'tibor beryapsiz?